Bismillahirrahmanirrahim. Hörmetli qarindoshlar, Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bölümüde Baxt Saodatning 40 retsepti degan kitobning avtori bilan suhbat olib boramiz. Suhbatning bu kitobni yozilgan buyan o'qirmanlarning qo'llab quvvatlashiga erishyapti. Dunyoning har qaysi joylaridan o'qirmanlarning talabi kuchayapti. Bu kitobning ovozliq musiqasini taqilgan bo'ldi. Endi bu kitobni yozishga turtki bo'lgan omillar ustida maqsadlar haqida bir ochiqlab berib o'tgan bo'lsa, qani marhamat. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Bu kitobni yozishga asosan turtki bo'lgan masala musulmonlarning hozirgi vaziyati, hozirgi o'zimizningki ehtiyoji. Endi hozir bunda qaraydigan bo'lsak, payg'ambarning zamonidan qanchalik yiroqlashgan sari shaqovatga, baxtsizlikka ketib qolgan insonlar, iymon ojizlashgan, axloq nacharlashgan, oxiratlik, dunyolik uchun qurbon qilinayotgan mushundoq bir zamonda yashayapmiz endi. İnsanlar burunqidek emas, hozir fan texnikaning soyasida hayot o'ng'aylashib, moddiy tarafdan o'zining istagan talab qilganlarga erishyapti. Ammo shuning bir vaqtda ma'naviy tarafdan qashshoqlikqa qarab, kambag'allikqa qarab ketib bordi-da endi. Ayda bo'lgandan keyin biz bundaq bir vaqtda Allah Taolaga bo'lgan aloqamizni, Allah Taolo bilan bo'lgan aloqamizni kuchaytirib, dinimizga qaytib, ashunda qilganda ma'naviyatimizni kuchlantirganda baxtlik bo'ldi ekan deb o'yladim hamda. Ham bu nurg'un kishilar baxt saodat degan hamma odamdan o'zidan chiqadigan oddiy bir ish ekan hamda. Ammo shuningki yo'lni bilmaganligimiz uchun biz o'zimiz boshqalarni baxtli qilishning yo'lini bilmaganligimiz uchun shu o'zimizning va boshqalarning hayotini, jannat hayotini do'zaxga aylantiramiz ekanda, o'zimizni baxtli qilmay, boshqalarni xushal qilmay, ashunda bir nima ekan. Shunda bir davrda bu baxt saodatning boshlanishi shu Alloh taologa bo'lgan iymonni kuchaytirish bilan, dinimizning asliga qaytish bilan, ma'naviyatimizni kuchlantirish bilan bo'ladi ekan hamda. Shu to'g'rida men izlanib, jiq materiallarni ayda o'qigan bo'ldim. Masalan, Hujjatul Islom Abu Hamid al-G'azaliyninki, Ibn Taymiya, Ibn Qayyim Jawziy, hozirgi mutafakkirlarniki Salman Auda, Aizil Qarni, Muhammad Arifi, shularning ma'naviyatga mutaalliq nimalarni jiq o'qidim, o'qib o'zim jiq foydalandim. Foydalangandan keyin oxirida boshqa o'qirmanlar bilan, do'stlarim bilan, Uyg'ur qarindoshlarim bilan o'rtoqlashay, ularni foydalansin degan asosda shunday yozib chiqdim endi uni. Sizlar bu kitobga bu ismni berishga nima turtki bo'lgan? Bu kitobni bu ismni berishda men xili jiq o'ylanib, oson topgan ism emas endi. Qanday qildim desa, buningda men jiq kitobini shu ma'naviyatga to'g'ri munosabatli kitobini o'qidim dedim ya. Masalan, shu nimaninki Aizil Qarnining Salasuna sababan lis-saada degan kichik bir kitob bor ekan. Bir vaqtda bir kitobxonaga beribdik, yaxshi 5 liraga sotib oldik, kichik bir kitob ekan hamda. Yarim soatdan gap qilibdi. Shundoq bir ixcham, shundoq bir, ya'ni saodatning 30 sababi deb 30 deb yozibdi u odam. Undan keyin nimaninki Muhammad Salih al-Munajjidning Salasuna sababan lil xushu' degan bir kitob bor, kichik bir kitob bor. Namozni xushu bilan o'qishning 33 sababi deb. Bunda arab dunyosiga ulamolar mancha sabab deb bundan yozib qildi ekan hamda. Qilgandan keyin men shuni o'ylab, men dastlabda buni bizda Uyg'urlarda biz 9ni biz mukammallikning ulgusi deb bilamiz hamda. 9 deb to'plab baksam, bunun to'plaganlarim undan jiqroq chiqdi. Anda bo'lgandan keyin o'ylab 40 degan kamolatning belgisi ham 40 degan bizda cho'ng yaxshi mukammallikni bo'lgandan keyin 40 degan nishonni qopqab shu 40 ga yetkazman deb 40 ni to'plab shunday chiqdi bende. Bu kitob endi oilamizda bolalarimizdan talishib o'qishga turtki qilyapti. Hammalarni yaxshi ko'rib o'qiyotganligini ham anglayapmiz. Mesela bu kitaptan içinde ne mezmunlu var? Şu kadar bu okurmanlar qiziqib talishib o'qidi. Bunun içindeki mezmunlardan biraz. Bununki 40 mavzunun içinde birinci mavzusu imanınız mükemmel olsun, müstehkem olsun degan mavzunun başında. Çünkü biz dedik ya, iş imandan başlanır. İmandan başlanıp en ahir baxt saodatga ketib boramiz endi. Şundan imanınız müstehkem olsun. İman
Yani biri Allah Teala'ga iman keltirish, Allah Teala'nın bir işkenligiga, bar işkenligiga, hammaga qadir işkenligiga, yaratquchi işkenligiga iman keltirish masalasi var. Yani biri Allah Teala'ga işenci qilish masalasi var, değil mi o? İşenci qilish masalasi var. Allah'a bir imanımız var, onun için işenci. Mesela qanday işenci qilish? Mesela Allah'ın digini boyunca, bizga ko'rsatkani boyunca mangsak çokum biz iki dünyada baxt saodatlik bo'limi degan işencini turg'izish. Şu işenci bizde %100 tursa, şu işenci bilan mangsak işimiz hal bo'ladi demdi. Beşi şu oldu. En ahirkisi vafadarlık. En ahirki yani 40. risip vafadarlık. Üzəninki jürisiga vafadar bo'lish, dininga vafadar bo'lish, üzəň yaşayotgan üzənin vataniga vafadar bo'lish. Demek işte vafadarlık bilan tugaydi. 40. risip. Maşallah bu kitaptaki mazmunun güzel oluşuga bilan birge kitap hakikaten uyg'urlashida uzun bunda kitap çıkmagan süpetlik. Muqovlari, hatta içindeki qo'yilgan rasmlar. Muşunda ranglik, muşunda birinci baktık dönemde. Muşunda ranglik qilib, içinde resimli qilib, muşunda ayında baktık hamda. Bu zamanga ergişip hamda hemen az terakki qilgandan keyin bizning mamlakatga eqi qog'oz qarshi siyah deb o'tmay rangli qilib ham kishilarni jalb qilarlik bir shaklda bo'lsin deb aynan vallahi hammaylar talashda shular o'qiyotdi. Unda bu kitobdan bir mavzusini misol tariqasida anlatib berasizlar. Masalan bundan keyin mavzudan desek ikkinchi mavzu siz erishganlaringizga shukr qiling yoki qanoatlik yashashni biling degan resep hamdi bu. Ulamolar deydigan dunyoda eng qiyin matematika sizga berilgan ne'matlarni sanab chiqishdir deydi. Bu mumkin bo'lmaydigan matematika hamdi. Masalan, shu qumlarninki sonini ololmagandek, dengizning to'lqinlarining sonini ololmagandek texnika har qancha taraqqiy qilib hisoblash mashinalari shunda taraqqiy qilgan taqdirda Alloh taolaning ne'matlarini hisoblab bilish mumkin emas. Masalan, har bir nafasni tozib hisoblab olsa, nafsimiz bir an nafsimiz tutilib qolsa, ishimiz tugagan gap bo'ldi. Necha milyonlagan nafasini olamiz, biz o'ylab bakmaymiz bu ne'matning ichilik. Ammo bir yaltiroq xaltini beshimizga kiyib shunda kichigin turib baqayli, tinolmay qolmish. Shu chaqda bu nafas deganning qanday ne'mat ekanligini bilamiz masalan. Shunga o'xshash endi o ne'matni deb bo'g'ilmaydi, uni sanab tugatib bo'g'ilmaydi. Endi şükür qilish. Şuna insan şükür qilsang baxtli bo'lsa, şükür qilmasang insonning nafsini hech kim to'ldirmaydi. Rasulullohning bir hadisi var. İki vadi altın bəsimi, üçüncüsü talab qildi, insonning ko'zini tuproq to'yg'izdi deb hamdi. Shunda qilmasa qanoat bo'lmasang sen to'ymaysan hamdi. Anda bo'lgandan keyin bu şükür bilen yaşa. Şükür. Endi bizde bunda bir gap şükürvazlık deb halqa bunda bir shildida halqa ishlamay, tirishmay, şükürvazlık qilib, bağı şükür qilib yetish deb bunda salbiy ma'noda gap qilmoqchi emas biz. Sende Allah Taala bergan ne'mat, sendeki qudratdan, ilming, kuching, pul bilan shunga shukr qilib, Xudoyimga shukr qilib, joyida ishlatgan, shukrisini ado qilgan demoqchida. Endi shukr degan gap arabchada nima? Teşekkür etish, minnatdorlik bildirish, rahmat aytish degan ma'noda. Endi islom istilohida shukr ne'mat berguchining ne'matini shukrisini ado qilish. Bu ado qilish nima bilan bo'ldi? Til bilan, dil bilan, amal bilan. Til bilan bo'lgan shukr qanday desam, til bilan bo'lgan shukrni hammadan bilamiz. Alloh taolaga shukri, Xudoyimga shukri, alhamdulillah deymiz masalan. Ahvolingiz qanday desa alhamdulillah deymiz. Masalan, shukr. Qur'on Karimda Alloh taolo va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Robbingning ne'matini so'zlayvergin. Ya'ni turmasdan so'zlagin. Og'zingdan tushmasin Alloh taolaning ne'mati. Undan keyin dil bilan nima qilish hamda bir ne'mat berguchi insonda shunda bir xarakter borki, bir yaxshilik qilgan odamga bir xil bu muhabbat, ixlos, aqida bo'ldi hamda. Endi bu olamlarning Robbi bizga butun shu ixlos degan tuyg'uni bergan. Bizga eng yaqin bo'lgan onamizdanmi bak mehribon, shu onamizga bo'lgan onamizning bizga bergan mehrini mu Alloh taolo bergan mehr muhabbatning mastiri, mehr muhabbatni berguchi bir zotning ne'matlariga shukr qilish, dil bilan shukr qilish qanday bo'ldi desam, muhabbat, chin muhabbatingni bog'lash, ixlos qilish, aqida qilish, uning o'ziga ibodat qilish va amr farmonlarni o'rinlash, taqvolik qilish bilan. Uchinchisi amal bilan ifodalash.
amel bilan ifodalash degan eng muhimisi mushanda. Mushu amel bilan ifodalash bo'lmasa, başdagi ikkisi ishga yaramay qoladi-da, o'yliqi yolg'on shukr bo'lib qoldi. Qama amel bilan qanday ifodalaymiz? Alloh taolo sana ilm bergan bo'lsa, bu ilmni Allohning yo'lida chiqargin, Allohning yo'lida ishlatgin. Heliqi o'zingning nafsi g'arizi uchun emas, Alloh roziligi uchun ishlatgin. Pul mol bergan bo'lsa, pul molni to'g'ri yo'lga ishlatgin, zakatini bergan, yaxshi yo'lga ishlatgin. Tan salomatlik bergan bo'lsa, mush tan salomatlikning keyin sapoga, uningga nima qilyapmay, uni buzib etmay, Alloh taolaning amr farmonlarini o'rinlash, yaxshi ish qilish yo'liga ishlatgin. Mushundoq bo'lgan vaqtida, mush amaliy shukrni ado qilgandan keyin, haqiqiy Alloh taolaga shukr qilgan bo'lamiz. Bo'lmasa, biz Xudoyimga shukr Xudoyim deb qo'ygan bilan o shukr ado bo'lmaydi. Amaliyotda buniki o shukr demak bak oson. O pul ketmaydi, hech kim talab qilmaydi. Ammo amaliy shukr harakating bilan, pul bilan bilan, ilming bilan rasmiy shu Alloh taolaning berganini shu minnatdorlik bildirib, shuni shu yaxshilikni qaytarish, tirishish endi. Endi bu shukrda biz Alloh taolo qancha shukr qilsak tugitib bo'lmaymiz. Va in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allohning ne'matlarini sanab tugitib bo'lmaysan deydi. Bunda bir hikoya bor buningda. Masalan, bir odam o'zining naytib boy odamkan o'zining turayotgan qasrini sotmoqchi bo'libdi-da bir kunda. Sotmoqchi bo'lib o'zining ashuna uy mulkchi bir og'inisiga sen shu uyimning bütün tafsilotini tafsil yozib bir e'lon tayyor qilgan. Men bir o'qib boqay, uningdan biz e'lon qilib shuni setvatayli, undan afzalroq bir qasrga erishmoqchiman deyotgan. Bir kuni u tafsili yozitgan. Yozib xuddi uyning ko'lchaklaridan tortib, bog'chilardan tortib, damalash o'rinlaridan tortib, tafsili yozib qo'ygan. Uni o'qib bergandan o'tirib, men arzu qilgan uy mush ekan. Bo'ldi, e'lonni qaytarayotgan, satmayman. Men mush ne'mat ichida turib, bu ne'matni bilmabdiman. Arzu qilganim mush ekan, shu arzu qilgan uyimni yashab o'tibdikanmi shu bakan. Shuningga o'xshash, shuning insonlarning ko'pi shuningga o'xshash yashayapti. Masalan, ne'matni uchun turib, haliqi tugi ustida turib, tugi ustida degan gap bor. Shuningga o'xshash, endi shu narsadan biradan ayrilib qolgan chog'da uning qadrini biladi. Masalan, inson ikki ko'zining birini bütün bir düve altınğa tigişin dese tigişmeydi. Sen tilsiz bulab qalğan bütün uyağını altından, qasrının altın, kümüşdən qıpraydı. Heç kim olmaydı tilsiz bulab qalışqa məsələn. Amma bu çoğ bir nimət. Aşınından ayrılıb qalğandan keyin, çoğ acayip çoğ nəsə ayrılıb qaldı degan deyimiz. Amma bu vaqtda heç kim şükür qılmaydı. Həmmədəm bağınınki bağı şükür qılmay, yoqның aqısını qoğlaytqan gapda. Yəni bir misalım var bunun da. Məsələn bir padişah hamdı. Baylığı var, şöhreti var, nüfuzu var, hemen nersi var. Lakin şunda bəxtsiz yaşaytken. Dünyadaki padişahının tulu şunda qoyamdı. Onunki bir hizmetçisi küçük bir öyde balları bilen şunda addi tamak yap, şunda kündü, keçe kündü şunda külküle, şunda külkülü çıkıvasa bu padişahın tekimi canığı gitgenden ben bu şunda bəxtsiz bulamayım, kanıqdak bir külenmeyme. Ama pek bir hizmetçi her akşam balları bilen paranlaşıp, oturuşup şunda hoşulap gidiyordu da vezirini çağırıp bu nime gap bu, qanday qilishim kerak bunu hemen çidiyamadım bunun ahvalığı degenden padişah o vezir yol göstergenine biz onun bir pul berip bakayla dedik. Akıl dep bir haltının üstüge 100 tilla dep yazıp 99 tillanı silip içige işgalisi kapkap ketitken. Ketkendan keyin şuningla o çıkıp 100 tilla diye yazılgandan keyin derhal sanap 99 çıkkan. 99 çıkkandan keyin bu 100 tilladi bu dep 99 tilla oyunda qıp bir tillani izleymen dep küçük izde ballarını çağırıp açıp izlep herip etsi padişah çağırıptı padişah endi ahvalını bir surayda nim boldandı şunda salpaygan çıraydı ruh nimi rengi yok şunda bir avara hay nim boldan sen degan ay mamuşunda bir 100 tilla kelgende halkın üstüne yazılgandı ama bir tıllan tapamay, bir tıllan kamken tapamay şunu burada bırak kettik. Ama nurgun insan aşını 99 tilla bilen hiç kimnin çatığı yok. Yok dep turdu. Yoqның aqısdan qoğlaytqan gap ama 99 basanda. Onun qılmaysan. Şuna hem şu şükür bolsa, qanaat bolsa ailenin ama mesela bir ailenin
baxtlik bo'lishning birla sababi bor deydi. Bir sabab bilan baxt o'g'ilib qanoat. Erma qanoatlik, ballama qanoatlik, xotinma qanoatlik bo'lsa, adam majburlab haromga qo'l tiqmaydi. Nima qilmaydi? Qanoat bo'lsa, o'zini saqlay oladi. Ammo baxtsizlikning sababi naati bakjiq deydi. Shunga o'xshash endi shuni qanoat deb shuni yozgan. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. İlimleri teximiz ayet bo'lib ketsin. Hürmetli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rpaganing uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qaytib uchirish umidi bilan har biringlardan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.